Bir oy, ya'ni 30 kun o'tib ketganda har inson ortga bir bor nazar tashlaydi. Shu kunlarda nimalarga ulgurdim deya o'ziga savol beradi. Samarali o'tgan kunlar esa kelgusi rejalarga ilhom bag'ishlaydi. Shu ma'noda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusovning o'tgan aprel oyidagi faoliyatlari sarhisobiga e'tibor qaratamiz. 3 aprel kuni bosh imom xatib Chilonzor tumani imom xatiblari bilan birgalikda tumanda yong'in sodir bo'lgan xonadonga tashrif buyurib, musibat zadalardan ko'ngil so'radilar. Xonadon ahillariga sabr tilab, homiylar ko'magida xonadonning poydevori, devori va tom qismi uchun zarur bo'lgan qurilish materiallari hamda kerakli ashyolar yetkazib berilishini aytdilar. Yoshi ulug' otaxonlarimiz duoga qo'l ochganda bejiz tilsiz yov, o't balosidan panoh tilashmagan. Alloh taolo turli ofatlardan barchamizni asrasin. Toshkent shahar bosh imom xatib Abduqahhor aka Yunusov boshchiliklarida mana Toshkent shahar imom xatiblari kelishdi. Bizning musibatimizni eshitib, bunaqa she'riy bo'lib, dalda berib mana ketishdi. Ularga kattagan rahmat, oila a'zolarimiz nomidan tashakkur bildiramiz. 7 aprel kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiliklarida Toshkent shahar tumanlari bosh imomlari, Uchtepadagi masjidlar imom domlalari, mahalla faollari hamda ma'rifatparvar hoji otalar tumandagi 22 ta mahallaga kirib bordilar. 100 dan ziyod oilalar holidan xabar olindi. Tadbir ishtirokchilari notinch xonadonlar, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar hamda jazo muddatini o'tab qaytgan yurtdoshlarimiz bilan ham suhbatlar olib borib, ularga zarur ko'mak berdilar. Insonlar bilan do'st bo'lish kerak. O'sha o'tgan muddat, o'tgan fursat katta sinov bo'lishi kerak, katta insonga maktab bo'lishi kerak. Ya'ni o'ziga xulosa chiqargan bo'lishi kerak. 12 aprel poytaxtimizning Bektemir tumanida 4 gektar maydonga 1500 tubga yaqin ko'chat o'tkazildi. Bu jarayonda Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov boshchiliklarida davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, xususan Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov hamda poytaxtimiz imom xatiblari faol ishtirok etdilar. Ular yerga qadagan nihollar vaqt o'tib muazzam daraxtlarga aylanishi poytaxtimiz ekologiyasini yanada yaxshilashga xizmat qiladi deya yaxshi niyatlar bildirildi. Alloh subhanahu va taolo yurtimizda mana shunday xayrli ishlarni davomli bo'lishini nasib etsin. Bugun Bektemir tumanida bo'lib o'tayotgan xayrli ishlarimiz hamma shahrimiz tumanlarida bo'lishligini Alloh o'zi muvaffaq qilsin. 19 aprel Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida shu yil hajga boruvchi guruh rahbarlari ishtirokidagi ilk yig'ilish bo'lib o'tdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita ziyorat turizmini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Bobomurod Rustamov, O'zbekiston musulmonlari idorasi haj va umra markazi bo'lim boshlig'i Maqsud Karimov qatnashgan yig'ilishni Toshkent shahar bosh imom xatibi kirish so'zi bilan ochib berdilar. Tadbirda Toshkent shahri Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent, Sirdaryo, Xorazm va Surxondaryo viloyatlari vakillari bevosita hamda onlayn ishtirok etdilar. Yig'ilishda guruh rahbarlariga haj mavsumidagi muhim vazifalar eslatilib, ularga guruhlar aniq bo'lgach, ziyoratchilar bilan uchrashib, islomning 5-rukni bo'lgan hajga puxta tayyorgarlik ko'rishlari, hajning arkonlari, shartlari, farzlari, vojib va sunnatlarini atroflicha tushuntirishlari zarurligi qayd etildi. Eslatib o'tamiz, bu yili 15 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz islomning 5-ruknini ado etadilar, inshaalloh. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiliklarida poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi Rakat jome masjidida ma'naviy-ma'rifiy sayyor yig'ilish o'tkazildi. Tadbirda Toshkent shahar bosh imom xatibi, O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul xodimlari, Toshkent shahar tumanlari bosh imomlari, imom domlalar 2024-yilda hajga borgan hoji ota va hoji onalar ishtirok etdilar. So'ngra tuman mahallalaridagi bo'sh maydonlarga turli manzarali va mevali ko'chatlar o'tkazildi. Keyin tumandagi ijtimoiy ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish maqsadida mahallalarga tashrif buyurildi. Adashib aqidasi buzuq turli oqimlar ta'siriga tushib qolgan shaxslar, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar bilan ham suhbatlar olib borildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi peshin namoziga Yakkasaroy jome masjidiga tashrif buyurdilar. Namozdan so'ng jamoatga shukronalik to'g'risida ma'ruza qilib berdilar. Hazrati Navoiy aytadilarki, yaxshilarning ishi yaxshilik ulash. Kim yaxshilik ulashib rohatlanayotgan bo'lsa, shu odam yaxshilar safida bo'ladi.
25 aprel kuni Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida poytaxtimizda faoliyat yuritayotgan otinoyilar uchun seminar tashkil etildi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi ochib berdilar hamda otinoyilarga hajga boruvchi ziyoratchi ayollar bilan suhbat jarayonlarida safarning asl mohiyati, ayollarga xos masalalar va safar odobi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borishlari yuzasidan tavsiyalar berdilar. Hozirda dolzarb bo'lgan mavzulardagi ma'ruzalardan so'ng bo'lib o'tgan samimiy savol-javoblar yig'ilishga o'zgacha mazmun kasb etdi. Tadbir doirasida Yunusobod tumani otinoyisi, filologiya fanlari nomzodi dotsent Dilorom Karimovaning Mirzo Sodiq Jondoriy kitobining taqdimoti o'tkazildi. Tadbir yakunida barcha otinoylarga sovg'alar topshirildi va xayrli duolarga qo'l ochildi. 26 aprel kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi poytaxtimizdagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida bu yil guruh rahbari bo'lib hajga ketayotgan 50 boshlar uchun navbatdagi yig'ilish o'tkazildi. Guruh rahbarligida Abduqahhor domla Yunusov hajga puxta tayyorgarlik ko'rish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bordilar. O'tgan aprel oyi davomida imom xatiblar tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga jami 415 million 310 ming so'mlik turli ko'rinishdagi moddiy yordam ko'rsatildi. O'tayotgan har bir kundan hikmat izlash musulmonga xos go'zal fazilat. Samarali kunlar sarhisobi esa kelajakda yangi maqsadlarni zabt etishga zamin hozirlaydi. Alloh taolo kunlarimizga fayz, ezgu amallarimizga rivoj bersin.